Endi qarangki, siz u bizni ko'zimizga qabrga olib kelib, olib borib qo'yib kelindi-yu, u qabrdagi birinchi uyg'ongan paytda nimani ko'radi desa, qop-qorong'u zulmatni ko'radi. To'shak yo'q, gilam yo'q, palos yo'q joyni ko'radi. Dod deganda Alloh taolo so'raydi: "Ey, nimaga dod deyapsan? Ey Robbim, men to'shaklik, gilomlik, paloslik, eshiklik, derazali joyda yashagan edim. Bu joyda na pol bor, na pataloy bor, na eshik bor, na teshik bor, na to'shak bor, na gilom bor. Zaklik qilyapti, qorong'ilik qilyapti" desa, Alloh taolo necha yil yashading o'sha dunyoda? 70 yil, 80 yil yaşadım. Şu 70 yil, 80 yil umrini ichida biror marotaba to'shagingni ushlab turib menga rahmat aytganmisan? Ey Robbim, senga rahmat bo'lsin. Meni shunaqa to'shakni ustida uxlatib qo'yganingga deganmisan? Ey Robbim, men esdan chiqaribman desak, Alloh aytar ekanki, agar sen rahmat aytganingda hozir jannat to'shak gilomlaringni ostiga solib, jannatdan eshik ochib, jannatni ravh rayhonini hidini kirgizib qo'yardim. Afsus. Dod deymizu kech bo'ladi-da. Mana dod deymizu kech bo'ladi-da.